Hammaga sizlar bilan men Aziz boy va Naruto salomlashib qo'y. Assalomu alaykum. Da biza survival 4-qism. Tagunda biza videoni boshladik. Obunachilar biza o'tgan qismda uyimizni bitirdik. Da mana uyimiz bitgan. Hop, hozir bizga kerak nima deysizlar? Yotoq kerak-da, yotoq. Bizga albatta qo'y kerak. Qo'y. Naruto qo'y izlashga ketdik. Men qo'y izlamayman, o'zimga yuguraman. Da unda mayli Naruto menga yaqinroq quradi degan umiddaman. Men unda qo'y izlashga ketdim. Obunachilar, sizlar like bo'lsa obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Bitta bor ekanligini tushunmaymiz. Bizga faqat qo'y kerak, qo'y. Va orqada nima bor? Minos kalamga zo'r narsa keldi. Nima desanglar? Tak. Nima desanglar? Bitta gap qayta gapirdim hozir. Shu tomonga qo'y akani o'zlari-yu. Brat, cho'tam. Bu yoqqa qarab oling-da. Bo'ldi, bratim. Hop. Birozdan keyin qo'ylarni ham ko'paytiramiz, obunachilar. Shotga bir nimadir qilsam deyman-da. Ana bor-ku. Nima deydi, ana bor-ku. Non qiladigan joy bor-ku. Fermer nimadir deydi-yu. Dara usta. Mayli. Tik qo'yganman. Hop, men o'shaqa qilmoqchiman. Hozir bizga betdagi hamma narsa kerak bo'ladi. Qayoqqa toptirasan? Tak, bizga kerak. Hozir eng ko'p bu. Bitta bundan yasab olaylik. Hop. Bizga hozir shundan kerak. Qaqa qilmoqchi edim. Shaqamdi. Mayli, shaqam tashaveramiz. Qanunda biz shotdan qurishni boshlaymiz. Bizga to'g'risi unaqa katta joy ham kerak emas. Ozgina kichkinagina joy ham yetaveradi, bo'laveradi. Bularni buzib tashlasam. Hop. Kechqurun bo'lsa, sen uyingga kirib turaman kechqurun bo'lsa. Da mayli Naruto meni uyimga kirsang bo'ladi. Kirsani ham sen qo'shilgan bu uyga. Qo'shmayman-u. Qo'shmayman-u? Hop, kiradigan joyi. Mana bet bo'ladi. Kiradigan bormi? Direktor. Hozir. Eshik sandig'ida bo'lsa. Hozir. Direktor. Narutoga bir dona eshik kerak, obunachilar, bir dona. Ikkita eshik. Menda faqat bir dona bor, endi xafa bo'lmaysan, bir dona olib boraveraman. Narutoga ham bir dona yetaveradi. Naruto. Qo'ydim. Rahmat. Rahmat deyman. Mana Naruto ham rahmat aytdi. Endi esa biza qo'ygan ish qilib qo'ysak ham bo'lardi. Hozir biz uyga kirishimiz kerak edi. Ana yaxshi, nimadir nomi nima edi, uni. Hatto qo'y ko'rgandek bo'ldimmi? Assalomu alaykum, bratim. Ukam, o'zingiz keldingiz-ku, o'z oyoqlaringiz bilan. Yana menga bir dona jun va menda yotoq. Mayli, hop, bizga hozir kerak verstakka kirish kerak edi. Bizga kerak shumidi? Shu bo'lish kerak adashmasam. Hop. Hozir biz suvga mashetdan qilaveray. Suvga shuncha joy yetsa kerak. Bitta nariyoqqa surmabman-da, men buni surib qo'yaylik. Sal g'alati qoldi. Nima qo'ysam bo'ladi bu tomonga?
tosh qo'yib hop betdan qo'yishni boshlaymiz. Mana bo'ldi, endi ancha-muncha yaxshiroq bo'ldi obunachilar. Stop, birinchi hozir bizga umuman boshqa narsa kerak. To'g'ri kelgan joyda qilib tashlayapmanmi? Ha, hozir o'zi nima bo'lib qoladi, o'ziga kelib qoladi bu. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta solib turamiz. Menimcha 5 ta, 7 ta solib qo'yarak. Kerak emas narsalarni bu yoqqa solib qo'yamiz. Menga hozircha shular kerak emas. Qolgan narsalar kerak. Qani nechtasi? 2 tasi tayyor bo'libdi, yana bittasi tayyor bo'lsin tezroq. Bizga albatta kerak bo'ladi bu. Bizga endi kerak suv. Suv shundoq oldimizda ekan. Suv olish kerak. Yaqindagina ekan suv ham. Anne motorimizni qo'ydingmi qo'shni? Azizvoy. Hali o'zimga o'rtoq yetmayapti. Gapirishingni qara. Naruto. Men hozir nimaga aylanib keldim, tushunmadim. To'g'risi. Tak, tezlashim kerak. Kech qoldi. Voy padaringga na'lat. Suv qani? Tezlashim kerak. Hali videoni stop qilib turay. Bunachilar hozir men bu yerda tugatdim. Endi esa Narutoga yordam berishga ketyapman. Narutoga yordam berib olay. Boya yordam berdim. Boya yordam so'ragandim-a? Hozir men Narutoga yordam berib olay. Hamma har sizlar bilan majbur bo'ldim. Endi korоче Narutoni ham uyiga yordam berdim. Naruto xayrlashib qo'y, telefonidan zaryad o'chib qoldi. Xayrlashgisi ham kelmayapti. Videoda o'zi kam qatnashdi. Xayrlashib ol. Xayrlash. Ay. Xayrlash korоче. Hayır. Hammaga xayr, sizlar bilan majbur bo'ldim va Naruto